do'stlar, nemis arxitekturasi, ya'ni nemislarning qurilishini sizlarga ko'rsataman bir. Qaraymiz. Halo, servis. Qizlarni emas, bularni ko'rsatmoqchiman. Xo'p, mana bu uy, mana shu uy ikkita yo'lning o'rtasida joylashgan va buzib tashlanmagan. Aslida buni buzib tashlasa ham bo'lar edi, lekin bu nemis arxitekturasiga to'g'ri kelmaydi va uyni bu tarafidan ham yo'l o'tgan, narigi tarafidan ham yo'l o'tgan. Bu yerdan kirish mumkin emas, narigi tarafdan kirish mumkin. No, mana shunga o'xshatib, bu bilmadim, men necha yillik tarixga ega bu bino. Hozir old tarafdan ham ko'rsataman, aniq ko'rsa bo'ladi. Mana aytganimdek, yo'l mana shu uyning ikki tarafidan kesib o'tgan. Nima deb o'ylaysizlar? Bizda bo'lganda ham mana shu saqlanib qolarmidi yoki allaqachon buzilib tep-tekis bo'lib katta yo'l tushgan bo'larmidi? Kommentariyada kutib qolaman.